Mana yangi ko'prigimiz. Asfaltlari ham tayyor ekan mana. Ish jarayonlari ketyapti mana. Chekkadan odam o'tadi bu yerdan. O'rtada ikki polosadan ekanda. Hozir ko'prikning usti ikki polosalidan. Ketish va bu yoqqa kelishda tepalarga mana nimalar o'rnatilar ekan. Stolbadan. Katta bo'lib, dahshat bo'lib tayyor bo'lyapti ekan. Mana ular reshotkalar. Bu yangi bozor. Mana bu yoq pastdagi Boburshoh ko'chasi.